Assalomu alaykum, Karol kompaniyasining hurmatli obunachilari va mijozlari. Hozir bizda ikkita Onyx mashinamiz bor. O'ng tarafimdagi Onyx ga o'zi radnoy kalotkasi o'rnatilgan, chap tarafimdagi Onyx mashinamizga bo'lsa Trialli brendiga tegishli keramik kalotkalar o'rnatilgan. Bugun biz nimaga Trialli brendiga tegishli kalotkalarni sotib olishingiz kerakligini ikkita sababini ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, ko'rib turibsizlar, hozir ikkita mashinamiz 60 tezlikda keladi va qisqa masofaga kim birinchi to'xtashligini ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana akalar, o'zining radnoy kalotkasida mana shu yergacha to'xtadi. Hozir ikkinchisini ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishinglar mumkin. Trialli kalotkasida mana shunaqa to'rimiz. Mana ko'rishinglar mumkin, mashinamiz deyarli bir kuzov orqaga to'xtadi. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sababiga keladigan bo'lsak, Onyxchilarning eng yomon ko'radigan narsasi diskka qorayib ketadi, ya'ni kalotkadan qora kukun chiqadi. Mana solishtirib ko'rishlaringiz mumkin. O'zining radnoy kalotkasidan qanaqa qora kukun chiqishini. Bu ikkita mashina o'zi yuvilmagan. Bunisida bo'lsa Trialli kalotkasi hech qanaqa kukun chiqmagan, toza holatda turibdi. Hurmatli obunachilar, keyingi videomizda Trialli brendiga tegishli oporniy diskalarimizni xuddi shunaqa sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga + belgisini qoldiring.